Issig'i chiqyapti, shu ahvolda boramiz. Yana o'sha siklofir ko'taratib yozaveradi. Ko'p olyapmiz bundan desam, hech narsa qilmaydi deydi. Interferon. Gipomin yozdi, keyin atikloverdioniga qo'shimcha qilib. Bu ham sal limfa kichiraygandek bo'ldi. Keyin birdamdan keyin u dorini ichib bo'lgandan keyin yana o'sha limfa joyiga qaytdi-da, o'sha bir oyga yetmay yana tomog'ida o'sha yiringlash, yana o'sha ahvol, yana shu simptom yana bo'laverdi. Qayta bo'ldi. Har oy shunday, har oy. Bu bo'lganiga, limfa bo'lganiga 1 yil bo'ldi. Bundan oldin tomog'i ham tez og'rirdi. Endi umuman yana tezlashib ketyapti o'sha narsa. Yo'q, kuchi yetmayapti buni qaytarishga. Har oy shu ahvol bo'lyapti. Yo'q, doriga moslashib ketyapti. Menimcha bergan doringizni to'liqligicha olmayapsiz, doriga o'rganib boryapti. Shunday. Keyin bu hamma qilayotgan ishimiz biza faqat teskari ketyapti. Natija yo'q-da, o'zgarish yo'q. Sababi muammo boshqa yoqda. Muammoni hal qilmayapmiz biz. Siz aytyapsiz, adenoidni oldirdim. Shunaqa bo'ldimi, nima bo'ldi? 2 yil oldin oldirdik. Nechinchi yil? 2024 aprelda oldirdik. Qanaqa foyda ko'rdingiz? O'shandan keyin yana o'sha simptom yana davom etdi, yana o'sha burni bitdi. Bir oycha burni bitmay yurdi, yana o'shunday bitordi yana burni keyin. Mana shuni gapira olasizmi, qo'lingizga olib, qalbingizga olib qo'ydi. O'sha bitordi, to'g'rimi burni? Burni bitishini hisobiga doktorga olib bordingiz. Keyin og'izni ochib nafas olardi-da og'izdan. O'shani hisobiga doktorga ko'rsatdik. Bu doktorga bordik, otorinolaringmi, shunaqa bo'ladi. Borsa aytdi, adenoid bor, olib tashlash kerak dedi. Burun bitish qolsa dedi, tomoq og'rish kamayadi dedi. Og'izdan nafas olmagandan keyin kamayadi dedi. Ha, xo'p deb bordik, oldirib keldik. Anginasini 3dan 1 qismini oldirdik shuni ichida. Orada bir oycha yaxshi nafas olib yurdi, keyin yana shu burun bitish boshlanadi. Yana o'sha holat. Olib bordim, yo'q, sen yaxshi qaramagansan, shamol qo'ygansan bo'ladi deb qaytaryapti doktor menga. Ha, operatsiya qilgan doktor. Ha, shu qilgan doktor bo'ladiga borsam, yana burni bityapti-ku bolamda. Qani, hech bo'lmasa 1 yilga yetmadi buni dedim. 1 yilga yetmadi holat. Hech bo'lmasa holati desam, shamol qo'yapsiz-da, menga olib kelyapsiz, menga to'nkib jo'nataveryapti. Aslida o'zi adenoid kasallikning hisobiga o'sadi. Sog'lom odamda ham, kasal odamda ham adenoid bo'ladi. Kasallik me'yoridan ko'p miqdorda infeksiya tushsa, u kattalashadi. Siz shamollagan paytda olib borgansiz. Shunaqa bo'ldimi? Ha, shunday paytda olib bordik-da. Keyin anginasi 3dan 1 qismini oldirganimizda anginasi og'rish kamayadi dedi. Nisbatan masalan 2 oyda og'riyotgan bo'lsa 3 oy 4 oyga cho'ziladi, hech bo'lmasa dedi-da. Shuni sal bo'lsa ham butun olib tashlasak desa, yo'q, mumkin emas dedi doktor aytdi. Ha deb uni ham ichida oldirdik endi mayli deb. Yana o'shanday desam, yo'q, siz yaxshi qara olmayapsiz, bola shuncha kasal bo'lyapti. Yana o'sha ahvol, shu ahvol-ku doktor, natija yo'q-ku dedim. Hech bo'lmasa oldinga siljimayapti-ku bolamda ahvol desam, ayb o'zida menga ayb to'nkab oldi. O'shanda ham limfasi kattamidi? Yo'q, unda limfasi yo'q edi. Limfa o'tgan 25-yilda hisobiga keyin limfasi ishishsa boshladi keyin. Adenoidni oldirdingiz 1 yildan o'tdi. 1 yildan o'tgandan keyin limfa ishishsa boshladi. Ha, o'shani ham tomoq og'rishi kamaymapti-da. Yana o'sha 2 oy keyin 1 oy o'tib ketdi. Og'rishi. Hech tagiga yetmadingiz buni. Yo'q, olib chiqyapman, hamma o'rga olib chiqyapman, ular dori yozadi. Sizga to'liq ma'lumot bermayapti. Yo'q. O'sha masalan dori yozib beradi. O'shani qilib keling deydi. Yana 1 oydan keyin yana boramiz. Masalan, Guliston, Yangiyer, Xovosda bo'lsa, hamma log'larni ko'rib chiqdim, bordim, hech qaysi aniq bir tashxis ham qo'ymadi. Mana limfasi kattalashyapti, nima qilay deb borsam, hammasi yelka qisadi. Aniq javob yo'q. Bolangga shuni qilsang yaxshi bo'ladi bolang. Hech bo'lmasa oldin masalan 1 oy tomoq og'risi 2 oyga o'tadi, 3 oyga sekin-sekin natija birdan bo'lmaydi. O'sha demayapti-da. Natija yo'q. Faqat yelkasi qisadi, hech narsa bilmaydi. Bu yerda hozir doktorlarni ayblolmayman. Endi qanaqa o'rinda biladi, bilmayman. Menga noma'lum. Men hozirgi holatni sizga tushuntirib beraman. Nima unaqa holat kelib chiqdi. Inson tug'ildimi, adenoid shakllanish boshlaydi. Chunki tug'ildi, tashqi muhit bilan kirishadi, nafas oladi. Tashqi muhitda qattiq sterilniy havo bor. Hech qayerda yo'q. Hamma yoqda infeksiya bor. Har bitta infeksiya kiryaptimi chaqaloqga, immunitet rivojlanish, shakllanish boshlaydi. Shakllanayotganda haligi bez, adenoid bezi ishlash boshlaydi. Bundoq qiladigan bo'lsak, bu kalla, bu angina, adenoid, bu limfa sistemasiga kiradi. Inson yashayaptimi, bu yerga infeksiya kiradi. Birinchi bo'lib burun yoki og'izdan kiradi, qatdan nafas olsa. Shu og'iz bo'shlig'i, burun bo'shlig'ida infeksiyani shilliq qavat ushlab qolishga harakat qiladi, nafas yo'liga o'tib ketmasligi uchun. Shu yerda ushladimi, shu atrofdagi regenerat limfa tugullariga haligi infeksiyani o'tkazadi. O'sha infeksiyalarni ushlab turib, haligi ko'rsatdimi, tamojniy. Tamojniyda o'ldirib, qalbga ketadi, mana bir-biriga o'tadi. O'zi sog'lom insonda limfani ushlasa ko'rinmaydi, kasal odamda bilinmaydi. Ingichka bo'ladi. Shunaqa ko'p limfa sistema joylashgan bo'yinda. Qachon kattalashsa, o'sha razmerni bilasiz. Ko'pchilik 1 gacha norma deydi. O'sha bir doimiy bir turish ham norma emas. Qanaqadir nagruzga ketayotganini dalolat beradi. Tushuntirib oldimmi? Ancha katta-ku. Qarang, ushlasangiz bilinadi-da. Bodomcha deydi, mana shuni deydi. Endi uzoq vaqt bolada nagruzga ketganda shuni hisobiga kattalashavergan, qop kattalashavergan. Oldin u infeksiya hammasi adenoid ichiga yig'ilishni boshlagan. Siz u qopni olib tashladingiz, yana qayerdadir qop hosil qilish kerak organizm. Yig'ish kerak har infeksiya. Bo'lmasam sirasi qonga o'tib ketsa, bolada infeksiya chiqmaydi. Doimiy qonida infeksiya chiqishi boshlaydi. Bu o'sha qonga o'tib ketmasligi uchun limfa sistema uni ushlab zararsizlantirishga harakat qilib, qopda saqlashga harakat qiladi. Qopda yig'di, etap-etap uni o'ldirish kerak.
adenoid kattalashdi, sizga xalaqit berdi nafas olishga, doktorga ko'rsatdingiz, doktor olib tashladi. Lekin siz immunitetini bolani rivojlantirmadingiz, tashqaridan infeksiya kiraveryapti, haligi qop yana shishyapti, boshqa qoplar. Hozir ko'rsatdim sizga adenoid olingan joyini ham chandiqlashgan va tepada yana haligi go'sht kattalashishni boshlayapti. Qop hosil qilishga, tanani saqlab qolishga, himoya qilishga, tashqaridan infeksiya kirishini himoya qilishga harakat qilyapti haligi adenoid bezi kichkina qolsa ham. Tushuntiramizmi? Uni ham olib tashlasangiz haligi limfa yanada shishni boshlaydi. Xo'p, bu limfani olib tashlasa bo'ladimi degan savol berdingiz menga. Olib tashlasa bo'ladi. Lekin haligi infeksiya kirish to'xtamayapti. Bolada hali to'liq immunitet rivojlanmagan, to'g'rimi? Boshqa yoqda shishni boshlaydi. Qo'ltiq ostida, chov ostida, tanada. Tushuntiramizmi? Anginasini olib tashlasa Angina, anginani olib tashlasa yechim bormi shunga? Ha, angina ham limfa sistemasiga kiradi. Angina ham filtr. O'sha infeksiyani ushlab, filtrlab, limfaga o'tkazib, qon orqali, tomir orqali chiqarib yuboradi. Agarda angina o'z vazifasini bajarmasa, doimiy yiringlab ketsa, zarar yetkazadigan bo'lsa, uni tegi bilan olib tashladi. Sizni qopga yarmisi olib tashlangan. Qolgan ishlasin degan maqsadda. Tushuntiramizmi? Buni holatda birinchi o'chirda adenoid keldimi? Birinchi o'chirda lecheniya qilib ko'rish kerak. Konkretni birinchi o'chirda sababini aniqlab, sababini lecheniya qilib, agarda adenoid kichkinalashmasa, nafas olishga xalaqit bersa, keyin olinadi. Tushuntiramizmi? Sizda bunaqa holat kuzatilmagan, siz olib tashlagansiz, 1 yildan keyin muammo boshqa yoqqa o'tyapti. Ha, chunki sizga o'xshagan bemorlar juda ko'p menga Telegram, Instagramdan murojaat qilishadi. O'sha men tushuntiraman vaziyatni, keyin sekin kelib bola bilan ishlashga harakat qilishadi. Bu adenoidni olib tashlash, anginani olib tashlash, yo limfani olib tashlash bu davolash emas, simptomni yo'qotish, vaqtinchalik, to'liq emas. Tushuntira oldimmi mexanizmini? Hozir men sizga chizib beryapman shuni. Nima sababdan biz bunga nagruska bo'layotganini biz pasaytirishimiz kerak. Doimiy bu yerda nagruska bo'lishi boshqa kasalliklarga olib keladi. Oddiy misol, siz 3 kun davomida uxlamasangiz, 4-kun ishga chiqing desam nima deysiz? Chiqolmayman, to'liq qolaman. Ha, vaqtni otib olsang ham chiqolmayman deysiz. Bu ham indamasdan, tishini tishiga qo'yib ishlayapti. To'xtamasdan. Muammoni yo'qotmayapsiz-da. Hali ham burunda muammosi bor, tomog'ida muammosi bor, tishlarida muammosi bor. To'g'rimi? Shuncha muammoni yo'qotmasdan siz limfani tuzatishga harakat qilyapsiz. Muammoni yo'qotmasdan limfa tuzalmaydi. Tushuntira oldimmi? Mexanizmi. Keyingi masala, limfani yo'q qila olamizmi? Shishini yo'q. Inson yashayaptimi, oxirigacha yashaydi. Hech qachon limfani yo'q qila olmaysiz. Xo'p, bizning maqsadimiz bu yerda infeksiya yig'di. Haligi limfasi kattalash, to'g'rimi? Ichida infeksiya bor. Bitta bemorimda shunaqa kuzatildi. Men Instagramda ko'pchilik yig'yapti, shuncha ma'lumot qo'yaman. Hech kim erinadi ko'rgani, bitta ikkitasini ko'rib yursa ko'p ma'lumotingizni ko'raman, lekin ko'proq mana shu limfa bo'yicha ko'rdim. Tomog'im yiringyapti, shu bo'lyapti. Mana keyingi holatda yaxshiman. Shamollash yengil o'tdi, orasi cho'zildi, tuzalyapman, aytyapsiz. Mana birinchi oyda limfasi kattalashgan, keyingi oyda kichrayapti, keyingi oyda yana ham kichrayapti, natija bo'lyapti. Bemor xursand, yana qayta ko'rib kelganda boshqatdan qilib kelyapti, mana narsa. U xursand bo'lib kelyapti. Shuni rosa o'tkir deb kuzataman-da sizda. Keyin borib aytdim, shunga ham boraylik dedim. Oxir umidimmi, ilinjimmi endi bu narsa. Chunki ko'p joyga borib charchadim-da. Lor pediatr kim bo'lsa aytayapti-da, infeksiyani aytayapti, meni kasalim emas, u kasal deyapti. Lor pediatr ikkalasi ko'radi deyapti. Maslahatnoma bo'ladigan narsa deyapti. Virus bo'lgan shunaqa deb aytdi. Men kasalim emas bu. Bu ma'lumotlar yo'q ko'pchilikda. Yo'q, umuman yo'q. Ma'lumotlar yo'q. Keyin aytishyapti o'sha virusolog aytyapti, sen deyapti, Epstein Barrani emga topshir deyapti. Topshirdik. Topshirdik, u yo'q chiqdi. Bo'ldi deyapti. Jesi oldingi bo'lib o'tgan, em hozirgi paytda, agar em hozirgi paytda bo'lganda sen davoladik deyapti. Boring deyapti. Bo'ldi, qutuldi. Ha, shu gapni aytdi. Ha, bu shu gapni aytib bo'ldi, keyin yerga qisyapti qisqasi, natija yo'q. Bizda sistemada ko'pchilik doktorlarimiz qo'sh tirnoqning ichida hammasi emas. Endi unaqa bo'lish kerak emas. Misol uchun men aqlim yetmasa, mana bugun ham bittasi aloqaga chiqdi, limfa anaqasi bo'yicha emmas ekan, bolasi juda kichkina. Limfasi kattalashib ketgan, shamollashdan keyin ketmayapti. Ochig'ini aytdim, men bolani lecheniya qilib ko'rmaganman, kichkina bolani deb bittasini maslahat berdim. Bu ham lecheniya qilgan, qilmagan bilmayman. No, o'zimdan kattaroq, optimiroq doktorga anaqa qildim. Uni oldiga juda qiyin kirish. Endi 1 yillik ochirtib ko'rgan. Shunaqa darajada, tushuntira oldim. Yo'q, Sankt-Peterburg emas, boshqa joyda shunaqa joy. Kasallik ko'plarda ekan, deyinalik kuzatmaganmiz. Ular reklamaga juda muhtoj emas. Kasallik o'ziga ketadi. Ortiqcha yetadi. Misol uchun siz bordingizmi? 5-6 yil o'shani nazoratda turasiz. Borib turaverasiz, pul to'layverasiz. Bo'ldi, boshqa odam kirishga joyi yo'q. Ha, boshqa odamga vaqt ajrata olmaydi, o'zini patsientlari bilan qarab yuradi, o'zi bo'ldi. Unga kerak emas ortiqcha bemor, o'zini boshini ortish, o'ziga to'q, o'zini ilmi yetadi, ortiqcha unga nagruska kerak emas. Shunaqa doktorlar bor. Xo'p, unaqalarni bilaman. Men aytmoqchi bo'lganim, mexanizmini tushundingiz. Mana bu yerda infeksiyalar ko'p. Bu yerda infeksiyani nima qilamiz? Nagruska paytida mana bu yerda hozir stress ketyapti limfa tugunda. Oddiy misol, onangizlar hayotmilar? Har xil xabar, yomon xabarlarni olib borib yetkazib urasizmi?
Endi hamma gapda ham gapiraolmaymiz endi. Ha, asablar buziladi, asraysiz. Ko'tara olmaydi deymiz, boshqa Ha. deymiz, bir qari odam deymiz. Albatta. Bu yerda ham nagruzka ketyapti. Sizni ham asabingiz buzilsa, u buzsa yoki boshqasi 2-3 odam kelib buzsa, siz portlaysiz. Bu odam shunaqa tabiat. Endi u Tushundim. reaksiyasi yo'q odam jim o'tiraveradi. U qizig'i yo'q unga, aqli yo'q degan qo'pol qilib aytganda. Bu ham nagruzkaga turibdi, yoqimsiz ezish, issiqlik, kuchli dorilar buni portlatadi. Boshqa kasallik olib keladi, kattalashtirib ketadi. Bemorlarni kuzatdim. Xo'p, maniga boyagi gapimni oxirigacha yetkazmadim. Haligi qon keldi, oziqlandi. Bu yerdan oziqlangandan keyin siz ham yashayapsizmi, musor ajratasiz. Musor ajratmaydigan odam bo'lmasa kerak. U yashamayotgan odam bo'lishi kerak. Musor ajratdingiz, limfa sistemasiga kirib ketadi. Agarda limfa sistemasida muammolar bo'lsa, tiqilishlar moyidagi, bu shishib boshlaydi hujayra. Ahamiyat bersangiz, rasmga kirdim, adenoidini ko'rsam shishib qolgan. Adenoidchalar shishib. Ko'p to'chalar bo'lardi, gulli tegi, bundoq qo'yib qo'yib suv quysa katta bo'lib qoladi. Ahamiyat berganimiz shu ko'p to'chalarga o'xshataman shu hujayralarni shishib qolgan. Qonga o'tishi boshlaydi. Bu oziqlanmaydi, bu shishib yotaveradi, qonga o'tadi infeksiya. Qondan nima chiqdi? SRV balon chiqyapti-da. Siz qonli infeksiyani nima qilyapsiz? Bitsilin qani? Bitsilin bu oyoq og'riyapti degani. Oyog'i og'rishiga sabab qonli infeksiya. Chunki oyoqlarim og'riyapti Qonga borib, bo'g'imlarga, yumshoq, nozik bo'g'imlarga o'tiradi infeksiya. Oyoq og'riydi, bo'shashadi, uyquchanlik, sip qo'yishi, ishtahasizlik, ich qotishi, hammasi haligi qonga infeksiya o'tishini hisobiga. Siz qonli infeksiyani o'ldirdingiz, lekin muammoni hal qilmadingiz. Tushundingizmi? Yaxshi bo'ldi deyapsiz, to'xtatgandan keyin yana muammo boshlanmoqda deyapsiz. Muammoni hal qilmadingiz, siz. Shunday bo'lyapti. Shunday bo'lyapti. Tushundingizmi? Bu yaxshi o'stirib paytda tushirib olish, lekin muammoni hal qilmaguniz uchun bunda davom etasiz. Har oy shu holat bo'lyapti, natija yo'q, hech bo'lmasa qarayman. Bir oyda bo'lsa 2 oyga, 3 oyga cho'zilsa, men aytaman, ha, bu dorilar natija bo'lyapti, bolam oldinga siljayapti deyapman-da. Yo'qda bunda. Umid bir yo'l ko'rsat, men biror joyga boray, yo'lni o'zim topay. Bolam qiynaldi, men qiynalyapman deyman. 4 kunlab qusadi, issig'i chiqqandan keyin 40 bo'lib ketadi. Issiq hali ham buni tanasi ertaga ko'tara olmay falaj bo'lib qolsa, yo sudrab bo'lib qolsa nima qilaman? Tana ko'tara olmaysiz. Bir kun portlaydi-ku, har oy 4 kun, 5 kun issiq chiqaversin, 4 mahal, 5 mahal. Yana hech narsa yemaydi, faqat qusadi, yerga berib yotadi. Shu antiklar olganimizdan keyin bu yeringlar qaytadi-ku, keyin ishtahaga kirib ovqat yeb ketadi. Yana bir oyga yaqinlashgan sari boshim og'riyapti, boshlanadi. Bu safar tomog'im og'riyapti deb boshladi. Bu hech narsa yemay qo'yadi. Yana shu ahvolda yo'qda, bolam orqaga qarasa ketyapti, lekin oldiga siljimayapti-da. Bo'g'nim, ertaga yuragim deydi. Keyin yana u yurak o'tadi, qisqasi bir-biriga organizm ulanib ketgan. Ertaga men buni keyin yurak yetishmoqchilik qilib, yurak bir kasal qilib, nogiron qo'ymayman. Bo'layotgan narsa aytdim, yo'q, buni nimadir izlanishim kerak deb, keyin izlab, shu ko'rganlarimni siz yoqdingiz ichida endi, lekin nima gapirayotgan gaplaringizni endi bilmadim shu yoqda. Bunday uzoq tushuntirayotganingizmi, shular vaqtida aytdim, yuring shunga boramiz, olib borishim kerak deb. Keyin keldik keyin.